Ijtimoiy bilimdonlar sinfi. Nega insider bo'la olmayman? D U G Yo xudoyim, qachongacha meni bunday chaqirmoqchisan? Men o'sha paytdan keyin o'zgarganman. O'sha maktabda bo'lganing kabi, hozir ham xuddi shundaysan. Avval shuni o'zgartir. Agar sen insider bo'lishni xohlasang, xuddi shunday qilishing kerak. Ha, sen ahmoqcha. Hey! Kim Jae-yoonga insider bo'lishni o'rgatmoqchimisan? Men buni sendan yaxshiroq qilaman deb o'ylayman. Kim Jae-yoonni taniysanmi? E'tiborsiz, hech kimga ko'rinmaydigan va shunarsiz. Yana aytib beraymi? Unday kichik narsalarni tan olish hech narsani o'zgartirmaydi. Faqat kuchli tomonlarni ko'ra olishimiz kerak. Xo'shini, kuchli tomonlarini menga aytchi. Masalan, uning mehribonligi va yaxshi u mehribon. Bu sen o'ylaganingdan ham ko'proq ahmoq va begona ekan. Men uni anchadan beri taniyman va sendan Hech yaxshiroq bo'lmaganda men uni hozir yaxshiroq bilaman. Men senga ko'rsataman. U bir kechada begona bo'lishdan qochadi. Bo'ldi qiling. Men yetarlicha eshitdim. Meni yuzimga qarab begona deysan. ITda Reels musobaqasi. Diqqat! Hamma diqqat qilsin. Bu yil ham xuddi o'tgan yilgi kabi. Ha, albatta. Ha, albatta. Xuddi o'tgan yilgidek vertikal ko'rinishda maksimal 60 soniya olasiz. Hakamlar esa o'quvchilar bo'ladi. ITni qanchalik yaxshi tushunsangiz, shuncha ko'p ball olasiz. Rolikning tarkibida ixtiyoriy mavzuni olib chiqishingiz mumkin. Buni bilasiz, shunday emasmi? Bam! Pul mukofoti o'tgan yilgidan ko'proq ekan. O'tgan yili natijalar ancha yaxshi edi. G'oliblar yil yakunida taqdirlanadi. Klasskom, yana kirasanmi? O'tgan yili yutgan eding. Bu yil yoshlarga imkoniyat bersang bo'lardi. Yo xudo, qanaqa imkoniyat? Men bunday narsalarni suratga olmayman. Nega? Bu stajyorlarning ishi. Men esa hali stajyor bo'lganim yo'q. Yo xudo, men dam olsam ham bo'lar ekan-a. Nega buni qila olmaysan? Bu seni sahnaga olib chiqishga yordam beradi. Nima, sen ham stajyormisan? Nega va nima uchun men videoda chiqishim kerak? Ustiga ustak, bolalar meni aniq tanib qolishadi. Juda yaxshi-da. Nega? Buni men uchun qila olmaysizmi? Agar sen buni yolg'iz qilsang yaxshi bo'lardi. Yolg'iz o'zim qila olmayman. O'tgan yili Yo'q, qila olmayman. Bu narsa odatda jamoalar bilan qilinadi. Va albatta, birinchi navbatda o'zingga sherik top. Bu senga topshiriq. Men seni darajangni shunda baholay olaman. Bu ko'proq o'zi harakat qilmasdan qarz so'rashga o'xshaydi. Qisqasi kimduk? Men o'zim senga o'rgataman. Birinchi navbatda Sen makaralar nimaligini ham bilmaysan. meni bilmaydi deb o'ylaysanmi? Xo'sh, kim aytdi? Bo'ldi, to'xtang. Nega men uchun urushyapsiz? Lekin bu unchalik yomon emas.
Nima bo'lsa ham, men buni sinab ko'rmoqchiman. Qo'limdan kelganini qilaman. Bir marta yordam bering. Musobaqa. Qani, 1, 2, 1, 3. 2, 3. Bongu, O Kim Ji-yoon. raqs harakatlari haqida. Hey Bongu, biz ssenariy ishlab chiqarishimiz kerak. Ha, keyinroq gaplashamiz. Men videoni tayyorlayotgan edim-da. Ketdik. Yo'q. Bongudan boshqa kimdan yordam so'rashim mumkin? Hoy, nima qilyapsan? Sulhi, Nima? sen ham musobaqada qatnashasan, to'g'rimi? Sheriging kim? Nima? Birgalikda rolik tayyorlashni so'ramoqchimisan? Ha, qo'shilsam maylimi? Buni mendan qanday so'raganingga qaraganda, biz ancha yaqinmiz. Amaki, buni mendan so'ramang. Yoki ko'proq yarim taymerlarni yollang. Aytmoqchimanki, nega bu yerga kelishim kerak? Ha, xo'p, go'shakni qo'yapman. Yana senmi? Ortimdan kuzatyapsanmi? Unda nega men bilan ko'rishding? Hey, bor yo'lingdan qolmagan. Aytgancha, sen Ji-yoonga unchalik yaqin emassan. Bolaligingizda juda ham qisqa muddatga do'st bo'lgansiz. Chiziqni kesib o'tma. Men Kim Ji-yoonga nisbatan samimiyman. Sen esa zerikaningdan Undan yordam ortiqroq beryapsan. narsa bo'lsa-chi? Seni har bir gapirayotgan gaping yolg'on. Hey. Men buni sen uchun sir tutyapman deb o'ylaysanmi? Kim Ji-yoon sen uchun kim? O'zinggachi. Shubhasiz, Sen uni rostdan ham insiderga aylantira olasanmi? Rostdan ham qila olasanmi? Aytaylik, sen stajyor bo'lsang. Lekin malakang bormi? Eslading, to'g'rimi? Sen buni hal qilaman deganding. Kutyapman va kuzatyapman. Sharhlar juda ko'p. Xo'sh, o'zingni tavsiya qila olasanmi? Agar buni o'tgan yili bilganimda, o'zimga sharhlar yozardim. Flash loss tabletkalarini sotish masofaviy tranzaksiyalar qabul qilinadi. Agar sizni qiziqtirsa, menga xabar bering. Shinyon tomonidan yozilgan. Bu yana nima? Eshitaman. Senga video yubordim. Yaxshi. Nima? Buni mashq qil, xo'pmi? 연습해와. Sendan u bilan shuni qilishingni so'radimi? Buni amalda bajarish juda qiyin. Sulhi qanday qilib yaxshiroq qolsa? Bilmasmiding? Sulhi yoshligidan raqsga tushib kelgan. U hatto raqsga tushishni ham biladi. Sinf sardori, youtuber, hatto raqsga tushishni ham biladimi?
Sulhi rostdan ham ajoyib. Odamlar uni xudo darajasidagi hayot deb atashadi. Menga raqsga tushishni o'rgat. Sulhi bilan buni qilishni juda xohlayman. Men senga bunday narsani o'rgata olmayman. Nimadir deysanmi? Uni qila olmasligingni ayt. Qo'lingdan kelmaydi. Lekin Sulhi birga qilishimizni iltimos qildi. Yaxshi, o'rganib bo'ldim. Nima? Bo'ldingmi? Driving me crazy, driving me crazy. 저는 핑계 I want you, I want you. Time out, time out, time out, time out. 승리가 없어 이대로. Voy, qoyil! Sen doim raqsga tushishni bilganmisan? Bunday deb o'ylamayman. Oldin bunday emas eding. Bu men uchun hech narsa emas. Men senga oddiy qilib ko'rsataman. Yonimga kel. Yaxshi. To'g'ri oldinga qara. Allaqachon keldingmi? Sen juda zo'r raqqosasan. Ajoyib eding. Seni xunijay deb o'yladim. Ko'p mashq qilgandirsan. Men juda ko'p mashq qildim, lekin vaqt kam edi. Va hali yaxshi raqqosaman deyish qiyin. Yaxshi raqqosa bo'lishing shart emas. Hech kim seni yaxshi raqqosa bo'lishingga ishonmaydi. Shunga qaramay, men ikkalamiz uchun qo'limdan kelganini qilaman. Tarkibimizda faqat sen va men. Buni bosimdek qabul qilma. Shunchaki men yoshligimda raqsga tushaman. Qog'ozga o'rash nima foydasi bor? Bu yoqimli-ku. Rostdanmi? Men hali ham rolik yaxshi chiqish uchun qo'limdan kelganini qilaman. Nimadir bo'ldimi? Kechirasan. Gapingni bo'lganim uchun kechir. Vaqting bormi? Albatta bor, tashqariga chiqaylik. Sen hech kim emassan. Nima deding? Birov nima deyishim kerakmidi? Nimaga keldinglar? Biz shunchaki tomosha qilgani, raqsingizni tomosha qilgani keldik. Men ham. Mayli, bemalol. Jiyun, boshlaymizmi? Men juda asabiylashyapman. Voy, Kim Ji-yoon. Wow. Bu nimasi? Aqldan ozganlar.
Men Seolhening debyuti uchun 486-kun. Ani, iltimos, debyut. Seolhe, buni bilarmidingiz? Agar chiroyli odamni ko'rsangiz, xotirangizni To'g'ri. yo'qotasiz deyishadi. Sen hech kim emassan. Hech narsaga arzimaysan. Kim Ji-un ham juda yaxshi va yoqimli. 나 짜증나게. 지가 언제부터 친했다고. Bu sen edingmi? Kasalmisan? Ahvoling yaxshimi? Ko'zimga ko'rinma. Senga yo'qol deyapman. Sulhi! Sulhi, uyg'on, Sulhi! Sulhi, o'rningdan tur! Hamshira xonasi. 다이어트 약이요? 그래. Ha? Bu flash yo'qolishi yoki boshqa narsa deb ataladi. 옆 Boshqa maktablar ham shu tufayli kelgan edi. 우리 학교에서 Endi navbat biznikiga keldi. 아니 Nega siz noma'lum ishlab chiqaruvchidan dorilarni qabul qilasiz? 아니 Lekin nima uchun Sulhi? U kasalxonaga borishi shart emasmi? Yo'q, u hozircha uxlayotganga o'xshaydi. 일어나면 Uyg'ongandan keyin uni ko'rishim kerak. Men Seolhinning onasiga xabar berdim. 그래. Men ko'rdim. Men fakultet ofisida bo'laman. 무슨 일 Agar biror narsa bo'lsa, darhol keling, xo'pmi? 약 Men bu tabletkalarni musodara qilaman. Umid qilamanki, u yaxshi bo'ladi. Seolhinning onasi qo'ng'iroq qilyapti. Sen uning oldida bo'lib tur. Sen turdingmi? O'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Yaxshiman. Vubing oyinga qo'ng'iroq qildi. Menimcha u hozir keladi. Bilasanmi, men senga o'xshagan odamlarni yomon ko'raman. Nima? 넌 진짜 Sen haqiqatan ham hech kimsan. 넌 Sen shunchaki e'tibordan chetda qolgan odamsan. Sulhi! Ishonchim komilki, u yaxshi o'ynadi. Menimcha u qiynalmadi ham. Bularni bir chetga surib, sizlar birinchi raqamlisizlar va sovrinda yutib olishingiz mumkin. Ha, yaxshi. Sen ham raqsga tushishni yaxshi bilasan, ammo bunday demoqchi emas edim. Lekin men seni Kim Ji-yun deb chaqirdim. Izohlarda Sulhini qancha vaqtdan beri taniysan? adashmasam boshlang'ich maktabdan beri, taxminan 8 yil. Li Dongminni bilganingdan beri. Nega so'rayapsan? Sulhi haqida qanday fikrdasan? Nimani nazarda tutyapsan? Hech kim kelajakda budga iqror bo'lishlarini e'lon qilmagan, shundaymi? Men sendan ha deyishingni so'ramayman. Ammo bu yil mening so'nggi imkoniyatim bo'lishi mumkin.
난 분명 그날 엄청 떨고 있을 거야. Nima bo'lganda ham jasur bo'lishim kerak. Uning debyutidan keyin biz tez-tez uchrasha olmaymiz. Tan olish kuni hali tugamadi. Sen menga yoqasan, Kim Jae-yun. Men barchasini tan olgan taqdirimda ham buni qabul qilmaysan. Sening fikrlaringni hammadan ko'proq qo'llab-quvvatlayman. Mening tan olishim sen uchun hech narsani Mubin, anglatmaydi. tan olyaptimi? Qani Mubin, ha? Iltimos, sovg'amni qabul qil. Bu sovg'ani oddiygina do'st sifatida berganim yo'q. Bu mening tuyg'ularim va hislarim. Men senga barchasini aytib berishni xohlayman. Men buni aytishim kerak deb o'ylayman. 네 고백. Men 내가 hammaning ko'z o'ngida 얘들아, sevgingni rad etaman. Shunday qilib, hammasi chalkash. Haqiqiy insider bo'lganingda meni rad etishingni aytding. 네가 Va bundan tashqari seni tan olishing ssenariyning bir qismi ekanligini ham aytaman. Nima? Shunday qilib, sen ham toza bo'lishing kerak. Bularning barchasi soxta edi va sen yolg'on gapirganingdan afsusdasan. Nega birdaniga? Biror narsa sodir bo'ldimi? Agar ularga aytmasang, men aytaman. Bilasanmi? Qo'shiq kuylagan videoing hali ham menda turibdi. Agar ularga o'zing aytmasang, men o'sha videoni yuklayman. Buni sendan so'ramayapman. Hozir men senga tahdid qilyapman. Ijtimoiy bilimdonlar sinfi. Yuklashlarning oxiri yo'q. Men ularning hammasini tomosha qila olmayman deb o'ylayman. Yoqimli.